Assalamu alaikum bütün dünyadaki Türk kavmideki qeyrindaşlarım. Biz Uyghur milleti, Doğu Türkistan'dan. Bizning Uyghur milleti bütün dünyada en bichara millat holatda bo'lyapmiz. Buningga hech qanday davlat sahip chiqmayapti. Bizning onalarimiz depsendichilik uchrayapti. Qizlarimiz depsendichilik uchrayapti. Zo'lab Xitoylar xotinlik avatidi. Ballarimizni ota-onasi turmada bo'lganlik uchun ballarimizni u yoq bu yoqlarga yo'tkab izderaksiz g'oyib bo'lyapti. Ishki a'zolarningki setilishiga shu ballarningki ishki a'zolari ta'minlanyapti. Bütün dünyadaki Türk ayollarını bizga yordamga chaqirdim. Bizning onalarimizning ovozini anglanglar. Bizning qizlarimizning ovozini anglanglar. Bizning bolalarimizning ovozini anglanglar. Hem bütün dünyaya anlatışga yordam beringlar. Biz vatansizlikning dardini bek tatdik. Hamda xo'rlikning cheki eshib, haddidan eshib, taqatimiz hozir tugidi. Savrning cheki tugidi. Shuning uchun bizga yordam qilinglar. Bizning vatanimizning tuprog'ida biz bir islom dinidagi millat. Ammo bizga hozir ne namoz, ne ro'z Ramazon hech nima yo'q vatanimizda. Chunki jinoyat bo'ladi bu. Cho'shqi go'shini majburiy yegizish degandek inson qalbidan chiqqan xo'rlikqa duch kelyapmiz. Biz uchun yordam qilinglar. Biz uchun ovoz chiqarish beringlar Türk ayol qarindoshlarim. Ben sizlerni chin dilimdan ben üçün bir ovoz chiqarishinglarni, Uyg'ur ayollari uchun, Uyg'ur bolalar uchun bir ovoz chiqarib qo'yishinglarni chin dilimdan tovanchilik bilan iltimos qilaman. Rahmat.